Birinchi ayollar oltida kelganman. Boburboy keldimi? Nimaga kelibdi ekan? Menimcha shu ko'chal asfalt bo'lsa kerak-da, bir yangilik qiladi bu. Soati brilliantdanmi? Kim soatimni gapirdi? Uzr, men gapiraver. Ha, soatim brilliant. Mashinam BMW, telefonim 16. Rais bo'shatdami uka? Kimni o'chirdi? O'chirtmanidim, endi siz kirib chiqavering, zarur bo'lsa bir yangilik kutib qolamiz, ha? Ha, mahallam uchun juda ham katta yangiliklarim bor. Ko'ylagim Lion, Italiyadan olib keltirilgan. Hozir chiqaman. Amaki, o'chirdingiz ayollarga bersangiz bo'lardi-ku. Ha, bu Boburboy bu. Mahallaga nafi tegadi. Bu ayollaringning erdan boshqa kimga foydasi bor? Keling boy aka. Rais bu. Shu kam ta'minlanganlarni ro'yxatiga qo'shib qo'ya olmaysizmi, akajon? Uyalmaysizmi? Shuncha mashinangiz bor, uyingiz bor. Ular birontasi meni nomimda emas. Men ataylab boshqalarning nomiga qilib qo'yganman. Men nima qilishim kerak? Shu kam ta'minlangan ro'yxatiga qo'yib qo'ysangiz, shu gaz sveti to'lashga sal ligota bo'lar ekan-ku. Ko'chada shuncha kam ta'minlangan oila turibdi. Ular o'lmaydi. Menga qilib beravering. Uyat. Keyin iloji bo'lsa, shu bitta subsidiya qilib bersangiz uy olmoqchi edim. Subsidiya uy yo'qlarga qilib beriladi. Uy yo'qlar nima? Harakat qilsin, mehnat qilsin, intilsin, olsin-da, Mani xitoylik tadbirkorlar kelyapti-ku, sezoni keldi. Shularni kvartiraga qo'yib pul ishlardim $500 Tavba qildim, tavba. Keyin rais buva, agar iloji bo'lsa shu bola pulini ham to'g'rilab bersangiz, bolamga pul olmoqchi edim. Bo'ldi, o'tib tushdi bu. Nima hamma bolasiga pul oladi, men ola olmaymanmi? Menga ham yozing. 500 ming harchi BMW'chamga benzin solaman. Men qarang, otingiz nima edi? Bobur Piradas. Rostdan ham shunaqa ekansiz,